Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Gündə təfsili məzmunlarını diktatlarga sunumuz. Reuters agentliğinin 17 iyun günüdəki xəbərə qaraganda, Kanadada çağırılğan G7 dövlət rəhbərlərinin yığını səyşənbə günü yer şəri iqtisadi və bexatarlik toğrusida 2 gün müzakirə qılınğandan keyin axırlaşqan. Rəhbərlər halqılıq mineral moddalar, sun'iy idrak və göçmənlər ətkəsçiligi, kvant hesaplash, dövlət halqıgan bastırış, o't afti qatarlıq həmkarlıq sahələri toğrusida bir qancha birləşmə bayanat e'lon qilgan. Düşənbə kuni rəhbərlər O'rta Sharqdagi krizis to'g'risida birlashma bayonot e'lon qilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati 19-iyun kuni G7 davlat boshliqlari yig'inining ro'yiga binoan Xitoyning davlat alg'an bostirish, singib kirish harakatiga qarshi aktiv harakat qo'llanish, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashga chaqiriq qilib axborot e'lon qildi. Axborotda mundaq deyildi: Sharq Turkiston surgundi hukumati G7 rahbarlarining davlat alg'an bostirishiga aloqador bayonotini qizg'in qarshi oladi va Xitoy hukumatining maxfiy faoliyatlar, vakillik o'rinlar, psixologik mashg'ulotlar, singib kirish, aldash, Sharq Turkiston muhojirati jamiyatini bostirish qilmishlariga qarata jiddiy moslashchan harakat qo'llanishga chaqiriq qiladi. 30 yildan beri Xitoy Xalq Cumhuriyati, Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi orqali Xitoy Kompartiyasining birlashma fronti xizmat apparati va ularning uzangan to'ri Sharq Turkistonning mustaqillik harakatlariga singib kirish va uni unumsiz ahvolga keltirish uchun hujjatli strategiyani yo'lga qo'ydi. Uyg'ur va boshqa turk xalqi orqali olib berilgan mustaqillik tarafdorlarining harakatlarini bostirish uchun planlangan bu harakatlar kuch kiritish, tuhmat qilish, majburlash, tahdid va qonun turg'izishni o'z ichiga oladi. Bu strategiya Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining 1996-yilda chiqargan 7-numurli hujjatida belgilangan Xitoy hukumati va partiya organlariga atalmish sirtqi bo'lginchi kuchlarni bo'lish, ularning ko'pinchisi ustidan g'alaba qilish, qolgan osondagi kishilarni yiroqlashtirish va ularga qarshi kurash qilish to'g'risida aniq buyruq berdi. Bu taktikalar diplomatik besim tashviqoti, birlashma frontning ta'sir ko'rsatish harakati, singib kirish, o'rtaq tanlash, majburlash va boshqa strategiyalar orqali xalqarada Sharq Turkistonning milliy o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqilligini qo'llashning oldini olishni maqsad qiladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 2025-yil 4-oyda qo'lga olingan Dunyo Uyg'ur qurultayining quruvchisi va uzun yillik bayonotchisi Dilshod Reshtning Xitoy Kompartiyasining istixbarotiga xizmat qilganligini gavdlantirdi. Uning delosi Sharq Turkiston surgundi hukumatining Xitoy istixbarot agentligining bayonlarni kontrol qilish, o'qituvchilarni bostirish, mustaqillikni qo'llovchilarga to'solg'i bo'lish uchun Sharq Turkiston Uyg'ur muhojirati tashkilotlariga josuslarni yerlashtirganligiga doir ogohlantirishni isbotlaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor 2018-yili Amerikada Oqsaroyning oldida namoyish qilayotganda nohaq tutqun qilindi. U Amerika hukumatidan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarini, irqiy qirg'inchilik, Sharq Turkistonni besib olgan davlat deb e'tirof qilishni talab qilgan edi. Salih Xudoyorning tutqun qilinishi Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Ömer Qanotning boshchiligidagi Amerika Uyg'ur jamiyatining bir fidoyi faoliyatchisining asossiz ayblashlaridan keyin barliq kelgan bo'lib, tahdid selish, islomga qarshi o'chmanlik jinoyati va terrorizm qatorliq ayblashlarni o'z ichiga olgan. 2022-yili mutaxassislar bu ayblovchining harakat arxivining Xitoy istixborot mulki bilan mos kelganligini isbotlashdan burun amaldan qoldirildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor meni jinoyatchi qilish, Sharq Turkiston milliy harakatini e'tiborsizlashtirish harakati, Xitoy jasuslari va ularning ittifoqdoshlarining chet eldagi mustaqillikni tashabbus qilish harakatini jimoqtirish uchun qilgan texnik keng tirishchanligining bir qismi. Bu faqat bir huquqiy kurash bo'lmasdan, Beijing tarafidan kelishish, tanlash orqali diasporadagi organlarni ishga solib, elib berilgan davlat alg'an bostirishdan iborat. Sharq Turkiston surgundi hukumati muhojiratga Uyg'ur tashkilotlaridagi ko'zga ko'ringan yetakchilarni yetaklash yoki rag'batlantirish orqali tashkilotlarga besim ishlatib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish tashabbusini qo'llashdan saqlanish uchun izchil tirishishidan qattiq andisha qiladi. Bu harakatlar mayli qasddan qilinsin yoki qasddan qilinmasin, Sharq Turkiston surgundi hukumatini va boshqa mustaqillikni tashabbus qiluvchilarni chetga qaqish va jimoqtirish rolini o'ynaydi. Bu Xitoy Kompartiyasining hujjatida ko'rsatilgan strategik nishon bilan aniq moslashadi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Abdullahat Nur Apandi demokratik hukumatlar surgundagi tashkilotlarga bergan yordamining chet el nupuzini orttiradigan shaxslar, to'rlarni kuchaytirishidan saqlanishi kerak.
Bu turdagi ba'zilar yanala Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazishiga yordamlashgan Xitoy Kompartiya hamkorlashuvchilari va Birlashma Front shundaqla atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atriti qatorliq o'rinlar bilan bo'lgan burunqi munosabati va oila bog'lariga qaramay yanala boshlamchi rolini o'ynamoqda. Agar biz dunyoviy qo'g'dash xizmatining butunligini saqlab qolmoqchi bo'lsak, bu munosabatlarni cho'qim tekshirishimiz kerak dedi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati demokratik davlatlarning Sharqi Turkiston va Uyg'ur diaspora jamiyatiga singib kirish va chet el ta'siriga qarata tekshirish, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va dunyo sudini o'z ichiga olgan barliq qonuniy yo'llardan foydalanib, Xitoyning davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va uni jazolash, davlat alqagan bostirish delolarini qonun bo'yicha to'liq surishtirish, fuqarolar jamiyati, akademiya yoki mudofaa supsi qatorliq o'rinlarga yerlashgan Xitoy istihborot xodimlarini oshkorlash va chegirdan qo'g'lab chiqarish, davlat alqagan bostirishga qatnashgan va qulaylashtirgan shaxs va tashkilotlarni tepib chiqish va mablag'ni oxirlashtirish harakatini qanot yaydirish, siyosiy ojizlatish va yoki huquq ko'rishi bilan qarshi-qarshiga qolgan ojiz musofirlar mahallasi va o'rlik jangchilar uchun qonuniy va siyosiy kapolat barpo qilish, Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish va uning qonunliq vakillari bilan aloqalashishni talab qiladi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati tinchlikni tashabbus qilish, Sharqi Turkistonning mustaqilligini qonunliq asliga keltirish irodasini yana bir qatim ta'kidlaydi. Xitoy hukumatining Sharqi Turkiston va Uyg'ur mahallalarini nishon qilgan davlat alqagan bostirish, singib kirish, ta'sir ko'rsatish harakati va istihborot to'rini oshkorlash, shundaqla amaldan qoldirish uchun ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda hamkorlashishga tayyor. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining mazkur bayonoti The Tribunal xabar to'rida 20 iyun kuni tafsiliy xabar qilindi. Vatanimiz Sharqi Turkistonda buyuk milliy ozodlik harakatlari portildi. Darvaqa yurt va mamlakatimizning hayot mamotligiga chetiladigan bu masala haqiqatan bek nozik va muhim bir masala. Shundaqla bu masala tarixiy davrni yashab turibdi. Umumiy millat ichida bir oz aqli o'shi joyida yurti, vatani hamda ahli avlodining kelajagi uchun fikr xiyol qilib ko'rgan har qanday kishi g'aflatni, shaxsiyatini va ittifoqsizlikni cho'rib tashlab, birlikda xizmatga otlanishga bel bog'laydi. Rahat aromiga g'arq bo'lish xiyolidan umumiylik voz kechib, bor aqlini ishga soladi. Mollarini, jonlarini o'ttirg'a qo'ydi. Yurtning qutulishi saodat uchun bor kuchi bilan tirishadi hamda navbatdagi ozodlikning texmo mustahkam bo'lishi va rivoj tepishi uchun kirishadi. Mana bular o'z sharifimiz, ahli oilamiz, vatanimiz va millatimizning nijotligi uchun favqulodda zarurdir. Bundan keyin yana maslahat qilsak, mamlakatda hukm surayotgan mustaqillik yildiziga zarba yetsa, Xudoyim saqlasin, avvalgi asorat va zillat vaqtidagi bir qism tegi yo'q vaqtliq aromliqimizni tushimizmi topolmay qolamiz. Mal dunyolarimiz, o'yla arom va imoratlarimiz, bog' zaminlarimiz quriydi. Ahli avlodimiz, jonu mollarimiz vayron bo'ladi. Bu Qur'onni o'qiyotganda, xayr, shundaqmi bo'lib ketami deb qo'yib o'ylanmasak, g'aflatda o'tsak, bularimiz mushinchilik deb o'ltirsak bo'lmaydi. Oqibatimizdan qandoq natijalanadiganligi haqida o'ylanishimiz, ko'zni yo'g'on etishimiz kerak. Agar bor kuchimiz bilan tirishchilik ko'rsatsak, birlikda amaliy harakatga o'tib, millat yo'lida jiddiy otlansak, Janobi Haq bizni mahrum qilib qo'ymaydi. Kelgusi avlod nasllarimiz ozodlikning mevasini ko'rdi. Ikki dunyo baxt saodatlik bir millat bo'lib yashaymiz. Islom va insonlar uchun xizmat va himmat qilgan fidokor insonlar qatoriga qo'shilib, haqiqiy shon sharafga ega, faxrlik hamda ulug'vor irodali kishilardan bo'lamiz. Harakat millatdan, barakat Allohdandir. Bu yo'lda sa'yi qilganlarni Janobi Alloh umumiy rahmatidan mahrum qo'ygan emas. Manba Erkin Turkiston gazeti 21-son 1934-yili 1-fevral Kashgar. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.